Bugungi mavzuyimiz umurtqa pog'onasi kasalliklari, ya'ni eng ko'p uchraydigan 3 ta asosiy kasalliklardan birini gaplashamiz. Bu birinchisi osteoxondroz, ikkinchisi protruzia, uchinchisi grija. Umurtqa pog'onasi inson tanasidagi eng muhim qismlardan biri bo'lib, bu bosh qismi, qo'l va oyoq qismlarini ushlab turuvchi tayanch nuqtasi hisoblanadi. Xo'p, endi tasavvur qilamiz va ochiqchasiga gaplashamiz. Inson masalan, bo'yim 180, vesim esa 80 kilo. Bizga ko'pchilik bemorlar kelishadi, bo'yi 170, vazni 130 kilo. Umurtqa pog'onasi sizga majbur emas. Bo'yingiz 170 bo'lib turib, sizda maksimalni 80 kilo ko'tarish kerak. Lekin biz nima qilamiz? 120, 130 kilo veslarni umurtqa pog'onamizga nagruzka qilib tushiramiz. Buning natijasida umurtqa pog'onasida kasalliklar yuzaga kelishni boshlaydi. Birinchi navbatda bu osteoxondroz paydo bo'lishi tabiiy. Ikkinchisi protruziya, ya'ni umurtqa pog'onasida o'sha disklarni g'urra bo'lishi, ya'ni bo'rtib chiqishi va uchinchisi grija. Bu grija yorilib chiqib ketadi. Va shu qismida umurtqa pog'onasidagi nervlarni har bir qismga javob beruvchi nervlarni ezadi va qaysidir qismingizda og'riq paydo bo'ladi. Agar og'riq paydo bo'lmaganda edi, biza kasallikni bilmay o'tib ketgan bo'lardik. Xo'p, endi bizga murojaat qilishayotgan bemorlar bizda grijani to'xtatib ber yoki og'riqni qoldirib ber deyapti. Biz qoldirib berishimiz mumkin 50% ga. 50% o'zligi ham harakat qilish kerak, ya'ni mashqlar qilish kerak, shunga o'xshagan batan tarbiyalarini qilish kerak. Eslab ko'rsanglar, masalan 20 yoki 30 yoshli paytinglarni sizlar bunchalik og'ir bo'lmaganinglarda bunchalik kasallik ham yo'q edi. Xo'p, bizlarni hozirgi kunda eng qiynayotgan narsa bu og'ir vazirlik. Og'ir vazirli insonlarda juda ko'p bel sohasida umurtqa kasalliklari juda ko'p bizda kuzatilyapti. Shuning uchun eng avvalo o'zimizni vesimizni ushlab turamiz va to'g'ri ovqatlanish, umurtqa pog'onasiga yetarli oziqalarni jo'natishimiz kerak va nerv qismidagi siqilishlarni oldini olishimiz kerak. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'linglar.